Foiz qarori chiqishidan oldin bozorda mana shunaqa noaniqlik bo'lishi aniq edi. Hammaga salom, sizlar bilan Ashraf. Bugungi videoda foiz stavkasi haqida gaplashamiz. O'zimda kripto portfellarimni holatini ko'rsataman va yana juda ham ko'p qiziqarli ma'lumot bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Kripto bozorda pul qanday harakatlanishini ham sizlarga tushuntiraman. Qachon altcoin sezon bo'lishi haqida ham gaplashamiz. Bo'lmasa men videoni boshladim. Mana 2021-yil foiz stavkasi tushirilgandan keyin bozorda juda ham katta o'sishlar bo'lgan, ya'ni altcoinlarda. Hozir tushish kutilyapti. Bu altcoinlar uchun juda ham katta turtki bo'lishi mumkin, ya'ni o'sishiga. Foiz stavkasini ko'radigan bo'lsak, investing.com saytida ko'rishlaring mumkin. Birinchi tarixiga qaraymiz. 2025-yil 1-oyda prognoz 3% bo'lgan, 3% chiqqan. Bozorda hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan. 2.75 bo'lgan, 2.75 chiqqan. 2025-yilda biron marta tushgani yo'q. Prognoz har doim ishladi. Va hozir mana endi oxirgisi bugun chiqadi. O'ylaymanki bu videoni sizlar ertaga ko'rasizlar yoki bugun ham ko'rishlaring mumkin. Prognozdan keyin chiqsa ham hech qanaqa yomon joyi yo'q. Men sizlarga hozir prognozni tushuntiraman. Ko'p kishilar tushunmayapti. Baland chiqsa yaxshimi, past chiqsa yaxshimi, o'zi bu nima degan savollar juda ham ko'p. Hozir shu videoda sizlarga buni ham tushuntirib o'taman. Bu safar prognoz 2.50. Agar 2.50 chiqsa, kripto bozor uchun bu juda ham yaxshi. Altcoin sezonga bu turtki bo'lishi mumkin. Bu degani insonlar pullarini katta riskli aktivlarga sarmoya kiritishadi. Bu degani bu kripto, fond bozori mana shular o'sishni boshlaydi. Agar baland chiqsa, ko'pgina insonlar bu yoqdan pullarini olishadi. Shuning uchun ham narx tushib ketadi. Bu narsani bir marta eslab qo'ysalaring, sizlarga yetadi. Bu har doim kerak bo'ladigan narsa. Shuning uchun ham eslab qo'yinglar. investing.com saytida mana shu kuzatib borishlaring mumkin. 2021-yilda ko'rishlaring mumkin 0.25 edi. Va o'sha vaqtlar eng katta o'sishlar bo'lgan. O'ylaymanki, endi tushirishni boshlaydi bular. Chunki juda ham ko'tarilib ketdi. 2025 boshida 3% edi. Hozir 2.75. Agar 2.50 chiqsa, bu juda ham yaxshi signal. Chiqishidan oldin qanaydir katta qarorlar qabul qilish kerak emas. Chunki agar yomon chiqsa, biz kutganday chiqmasa, bozorda katta tushishlar bo'lishi mumkin. Undan keyin bu rasmda ko'rishlaring mumkin, pul qanday harakatlanadi. Birinchi insonlar Bitcoinga sarmoya kiritishni boshlaydi. Bitcoin birinchi bo'lib o'sadi. Bitcoin o'sib bo'lgandan keyin insonlar tushunadi, Bitcoin hozir o'zini baland nuqtasida, ko'p foyda bo'lmaydi. Shuning uchun ham pulda boshqa aktivlarga sarmoya kiritish kerak. Undan keyin Ethereumga o'tishni boshlaydi investorlar va Ethereum narxi o'sadi. Ethereum narxi o'sgandan keyin altcoinlarga o'tishadi, ya'ni katta altcoinlarga. Pul bitta joyda turmaydi. Mana hozir biz mana shu 3-siga keldik. Katta altcoinlar o'sishni boshlashadi, ya'ni top 10 talik, top 20 talikda, undan keyin altcoin sezon bo'ladi. Oxirida altcoin sezon. Ko'p kishilar birinchisida bo'lishini xohlashadi. Men ham xohlayman, lekin bunday bo'lmaydi. Bozorda mana shunaqa 4 ta faza bor. Bitcoin, Ethereum, keyin katta altcoinlar, keyin altcoin sezon bo'ladi. Hozir biz 3-siga keldik, endi 4-siga kelishini kutamiz. Men ham sizlarga o'xshab altcoin sezonni kutyapman. Men aniq bilaman altcoin sezon bo'lishini, qachon bo'lishi muhim emas. Menda kripto portfellar tuzilgan. Hammasi ideal holatga keltirib qo'yilgan. Shunchaki altcoin sezon bo'lganda katta foydalarni olishni boshlayman. Men ham sizlarga o'xshab kutyapman, shuning uchun ham sizlarga hold qilishlaringni maslahat beraman. Sabrli bo'linglar. Faqat bu bozorda sabr qilganlar katta pullar ishlay olishadi. Bu rasmni saqlab qo'ysalaring ham bo'ladi. Pul qanday harakatlanishini tushunishlaring uchun. Bundan keyin kripto portfellarimni ko'rishlaring mumkin. Buni yangilar uchun tushuntiraman. Har bitta videoda ko'rsatgan altcoinimga $500 sarmoya kiritib qo'yganman, natija ko'rsatish uchun. $9,500 sarmoya kiritilgan. Hozirda portfel 27% foydada. Bu juda ham katta natija degani. Hozirgi holatda, hozir narxlar bilasizlar juda ham tushyapti, juda ham tushdi. Hech qanaqa katta o'sishlar bo'lgani yo'q, lekin portfel holatini ko'rishlaring mumkin. Hozir hammada bir dona savol bor. Qachon altcoin sezon? Qachon altcoin sezon?
Agar insonda bilimi, to'g'ri qarorlar qabul qila olsa, altcoin sezon kerak emas. Altcoin sezonda hamma pul ishlaydi desa ham bo'ladi. Ko'p kishilar bilimi yo'qlar ham pul ishlaydi. Oladi, narx o'sayotgan bo'ladi, sotadi. Bilasizlarmi, eng oson savdo qachon? Восходящий trendda savdo qilish. Olasizlar, qaysi nuqtada olishlaring muhim emas. Eng tepasida olsalaring ham ozgina kutasizlar. Korreksiya beradida yana yangi nuqta qo'yadi. Ya'ni sizlar umuman bilimlaring bo'lmasa ham pul ishlashlaring mumkin восходящий trendda. Lekin mana bunaqa bozor holatida ishlash uchun bu uchun tajriba kerak, bu uchun bilim kerak. Bu ko'proq narsa talab qiladi. Hammasi foydali desam ham bo'ladi. Pastda ko'rsatilgan, bundan oldingi videolarda ko'rsatganman, bu hech qanaqa osmondan olingan altcoinlar emas. Har bittasini texnik tahlil qilib, holati haqida gapirib, kelajakda qanaqa foyda berishi mumkinligini aytib, sarmoya kiritib qo'yganman. Bu portfelni tuzishdan maqsad sizlarga natija ko'rsatish. Shunaqasiga ham natija yaxshi. Bundan keyingi videolarda yana altcoinlarni tahlil qilish rubrikasi chiqadi. Kim agar kutayotgan bo'lsa, kim agar o'sha rubrikani xohlasa, videoga like bossin, men tushunishim uchun va tez orada yana altcoinlarni ko'rsatib, mana shunaqa holatda hozir sarmoya kiritsa shuncha pul ishlash mumkin deb o'zim sarmoya kiritib ko'rsataman. Hozir bu yerda eng katta foyda berib turgani yena 143%. Yenada bu yerda o'rta narx 27 sent. Bu birinchi portfel. Hozir holati mana shunaqa. Kim agar mening Telegram kanalimga bo'lmasa, o'tib obuna bo'lsin. Video ostida link bor. Hamma ofitsialniy saytlarim video ostida bo'ladi. Boshqa joydan qidirmanglar. Chunki fake'larga tushishlaring mumkin, sizlarni aldashi mumkin. Birinchisi mening Telegram kanalim. Kim bilmasa, Crypto Masters loyiham haqida ma'lumot beraman. Bu yerda signallar, o'qish va prochat bor. Potensiali bor. Kelajakda katta o'sish berishi mumkin bo'lgan va meni investitsiya qarorlarim, ya'ni qaysirini olyapman, qaysirini sotyapman, o'zimda aktivlarimni ko'rsatib, katta foyda berishi mumkin bo'lgan altcoinlarda birinchi kanalda ko'rsataman, ya'ni signalniy kanalda. Ikkinchisi o'qish. Bu yerda polniy professional darajada to'liq kriptoni o'rganish mumkin. Mana shunaqa bozor tushayotgan vaqtlar ham bu yerda bilim olgandan keyin foyda qilsa bo'ladi. Undan keyin prochat. Bu fikr almashish, insonlar savol berishadi, javob berishadi, bir-birlarining portfellarini ko'rsatadi. Bu yopiqcha, shuning uchun ham bemalol suhbatlashsa bo'ladi. Yerdagi ma'lumotlar boshqa joyga chiqmaydi. Video ostida link bor. Kim agar meni Crypto Masters loyihamga qo'shilishni xohlasa, hoziroq qo'shilsin. Undan keyin yana bitta portfel haftasiga $100. Buni ham oldinroq tuzgandim. Har bitta xaridlarimni Telegramga post qilib tashlagandim. Mana bugun yana xarid qildim. Shunaqa narxdan shunchaga mana shunday qilib ko'rsatganman. Bu eksperimentni tugatdim, lekin portfel holatini ko'rishlaring mumkin. Anchadan beri sarmoya kiritganim yo'q. 25% foydada. 25%. $1000 sarmoya kiritilgan, $244 foydada. Endi tasavvur qilinglar, altcoin sezonda qanday o'zini ko'rsatadi. Eng katta foyda berib turgani yana 104%. Mana pastda ko'rishlaring mumkin. 3tasi hozircha zararda turibdi. 2%, 5%, 6%. Qolgan hammasi foydada. Optimus 8%, DOT 20%, Ethereum Classic 26%, Arbitrum 28%, Arbitrumda 38 sent bo'lgan vaqt xarid qilganman. Mana xaridlar turibdi. Bu portfelni sizlar bemalol ko'rishlaring mumkin. Telegram kanalimga o'tasizlar, o'sha postni topasizlar va pastida link qoldirganman. Bozor psixologiyasini ko'rishimiz mumkin. Ayiq bozori boshlandi degan fikrdan optimistga o'tdik. Ya'ni endi insonlar pul olib kirishni boshlashadi. Ya'ni ularga ishonch paydo bo'ldi. Kripto bozor o'sadi, kripto bu kelajak deb ular o'sha uyda turgan boshqa manbalardagi pullarini olib kirib kriptovalyuta xarid qilishadi. Bundan oldin kirgizishmaydi. Insonlarga ishonch kerak. O'sha pulini olib kirish uchun. Mana ishonch endi paydo bo'ldi. Bundan keyin FOMO bo'ladi. FOMOda foydadan quruq qolaman deb pullarni olib kiraverishadi. Undan keyin euforiya bo'ladi. Bu bozorda eng baland cho'qqisi. Ya'ni mana shu nuqtada sotish kerak. Mana shu nuqtada hamma altcoinlar o'zini pikida bo'ladi desam ham bo'ladi. Hammasi ham emas, ko'pi. O'sha vaqtlar foydani olish kerak. Bor yo'g'i yana ikkita faza qoldi. Mana shu ikkita fazadan keyin men katta foydalarni olishni boshlayman. Men juda ham pastki nuqtalarda
kripto portfel tuzganman mana shu nuqtalarda. Keyin bu nuqtalarda ham tuzdim. Bu qisqa muddatli. Kim bilmasa aytib o'taman, meni ikkita portfelim bor, uzoq muddatli va qisqa muddatli. Ikkita portfelimda bir xil altcoin bo'lishi mumkin, lekin ikkalasida ikki xil. Misol uchun yana buni ko'rishlaring mumkin 33 sent o'rta narx, bunisida bo'lsa 27 sent. O'sha birjalarimda ham shunaqa. O'ylaymanki, foiz stavkasi nimaligini tushunib oldilaring. Buni tushunishlaring kerak. Agar tushunmagan bo'lsalaring, videoni qayta ko'rishlaringni maslahat beraman. Yana bir marta aytaman, hamma kerakli silkalar video ostida, top birjalarga ham silkalar video ostida, hammasida bonus skidkalar bor. Ro'yxatdan o'tinglar, ishlanglar, savdo qilinglar, Crypto Masters loyihasiga qo'shilinglar, men jamoamda bo'linglar. Bunaqa produkt boshqalarga yo'q, ham signal, ham o'qish, ham prochat. Men bilan muloqot. Men o'zim portfellarni ko'rib chiqaman. Qaysilarini sotish kerak, qaysilarini qoldirish kerak, qaysilari menda bor yoki kripto portfel tuzishiga yordam beraman. O'zim ko'p vaqtimda Crypto Masters loyihamda o'tkazyapman. Shuning uchun ham Crypto Masters loyihasiga qo'shilishlaringda o'zim maslahat beraman, kimda xohish bo'lsa. Sizlar bilan Ashraf bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha videoga like bosishni unutmanglar, kanalga obuna bo'lishni ham unutmanglar.